Jahongir aka, Xitoydan yuklar asosan qaysi transportlar orqali kirib keladi? Xitoydan 3 xil yo'lda kirib keladi. Asosan avia orqali, havo orqali, quruqlikda fura orqali va temir yo'l orqali kirib keladi 3 ta. Mijozi talabiga qarab, ya'ni yukidan kelib chiqqan holatda to'g'ri avtotransport tanlash juda muhim. Sababi og'ir yuklar masalan temir yo'lda biz tavsiya qilamiz. Yengil hajmi katta yuklarni quruqlik avtotransport orqali va qiymati qimmat yuklarni, qiymati baland yuklarni aviaperevozka orqali biz maslahat beramiz mijozlarimizga. Logist variant beradi, taklif beradi. Mijoz yukka tez kelishiga qarab, muddatiga qarab va boshqa sabablarga qarab logist bergan variantni, ya'ni taklifni qabul qiladi. Masalan, temir yo'lda uzoq muddat tadbirkorni masalan mijozni tovari kelish muddati uzoqroq bo'ladi. Furada tezroq bo'ladi, aviada o'ta tez. Lekin bularning har bittasining qiymati har xil bo'ladi. Shunga mijoz logist bergan talabga qarab mijoz qabul qiladi.